farzandi ko'pi yaxshi. Qatta bilganimda yana 2-3 ta tuqqan bo'lar. O'g'ilga ham xudo bitta berdi. U ham tinmay ishlayapti. Har kuni yig'lab video tashlaydi. Bolalarimni qiynab qo'ydim. Bir yashar bolani tashlab keldi, 1,5 yashar bolani. Go'daklarini hali tusga to'ymagan go'dagini tashlab keldi, o'rtanchi. Kattam bo'lsa 2 ta bolani olib hali bu yashaydi, hali bu yashaydi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana Farg'ona viloyati Quva tumanidan kelgan Gulnora xolam, o'zlari medik, medsestra bo'lib ishlaganlar. Hozirda Hindiston davlatida Belka Max klinikasida lecheniyalar olib davolanib chiqdilar. Bunga sabab yurak yetishmovchilik kasalligi qo'yilgan tashxisi. Endi hozir bu yuragini to'g'rilab olindi, lecheniyalar olindi deyilgandan keyin pochka transplantatsiya, ya'ni pochka yetishmovchilik, yurak yetishmovchilik kasalligi ham aniqlandi. Hozirda 2 ta farzandi bilan Hindiston davlatida bular. Men endi Hindistonga kelgandim, shu lecheniyaga menga shu yuragimda kechicha bo'lib qoldi. Pullarimiz ozgina yetishmovchilik bo'lyapti. Endi men to'lov qilsagina operatsiya jarayoni boshlanar ekan. Nechta farzandingiz bor sizni? Meni 4 ta farzandim bor. Hozir 2 tasi meni yonimda. Qizmi, o'g'ilmi to'ralasi? 3 tasi qiz, 1 tasi o'g'il. Oilada ishlovchilar bormi sizga? Yo'q, davlat ishida ishlaydiganlar yo'q. Qizlarimni chiqarib yuborganman. Yolg'iz boquvchim xo'jayinim. Hozir sizga mablag' sarflama kim yordam qilib turibdi? Endi hozircha o'g'lim g'ina qilyapti, lekin uni jo'natgan puli operatsiyalarimizga yetmaydi. Lecheniyaga deb kelgan pullar umuman yuragim pristup berib, reanimatsiyaga tushib qolganim sababli pul bu tomonga yo'nalib ketib qoldi. Hozir aslida endi bu yuragimni ko'chirib o'tkazish kerak. Donor qizim. Gulnora xola, bu hozir donorlikka kelgan qizingizni oilasi bor, farzandlari bor. Hech bir ona o'zini farzandini bu yuragini olaman deb baribir umid bilan kelmaydi. Siz majburlikdan shunday bo'lyapsizmi hozir? Majburlikdan beraman dedi men. Endi qo'y desam ham yo'q, qizlarim ko'nmayapti. Biri qo'yib, biri qaysinimizga mosh tushsa beramiz deb 2 ta qizim shetda hozir. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozirgi holatingiz yaxshimi? Hozirda holatim kelganimga qaraganda ancha yaxshi. Endi hozir bu yerda qachon o'zimga kelib, hamma yo'g'im joyiga tushsa, yana operatsiya qilishar ekan. Hozir ancha davolandim. Xudoga shukr. Hozirgi vaqtda yuragim yaxshi. Endi shu yuragim 2-3 kunda bir asha dializ olmasam ishib ketyapman. Meni shu kunlarda endi operatsiya qilish kerak. Hozir bilishimcha aravachada yurasiz? Ha, aravachada ko'chaga. Shu quvvat yo'qligi yuraknikimi, yurak kasalliginikimi endi? Ham yurak, ham buyrak. Ikkita kasallik, Kasallik oyog'im o'zimga bo'ysunmayapti. Siz birinchi kelganingizda bilishimcha qaytib ketaman, men bayda o'lib qolaman, o'ligimni kim olib ketadi degan hadiklarda ham bo'lgansiz. Hozir sizni bu yerda qolishingizga nima sabab bo'lyapti? Endi qolishimga shu bolalarim nima bo'lsa ham yuragingiz yangilasa yaxshi bo'lasiz degan maqsadda. Demak, farzandlaringiz, farzandlarim ushab o'tiribdi sizni. Farzandlarim men yuragim beraman, siz yaxshi bo'lib ketasiz deb anaqa qilishyapti. Hozir operatsiyaga qancha pul yetmayapti? Operatsiyaga $10,000 to'lashimiz kerak ekan. Endi shu nimada menga ozgina yordam qilishlaringni iltimos qilaman. O'ylaganmidingiz shu vaqt soatlari kelib yurtdoshlarimizdan, xalqimizdan o'zingizni sog'lig'ingiz uchun, farzandlaringiz uchun, yashash uchun mana xalqimizdan yordam so'rab chiqaman deb hech o'ylab ko'rganmidingiz? Yo'q. Har bir insonning issiq joni boshida bor ekan. Men bu darajaga yetib kelaman deb o'ylamadim, lekin xalqqa murojaatim kasallik qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar oldini olib davolansin. Hech ham be'tibor bo'lishmasin kasalga. Shu yuragimga ketib qoldi, ancha mablag'imiz bo'lmasam bu yurak transplantatsiya ko'chirib o'tkazishga bemalol yetardi. O'zlaring bilasizlar, chet elda davolanish juda qimmatroq. Hozir yig'lay desa bu opa kelgandan beri tinimsiz yig'lab ko'z yoshim tugab bo'ldi. Chunki
men aniq bilaman, kelgan paytlarda men o'lib qolaman, qaytib ketaman deb rosa jinnilik qilardilar. Xudo xolasa inshaalloh sizlar duolaringiz, sizlarning yordamlaringiz bilan shu opamiz yana xalqimizga xizmat qilishlikka, yana o'z safdoshlarini oldiga qaytishlikka, farzandlarini oldiga sog' salomat qaytib borishlikka o'z hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddamiz. Qo'llaringni ehson qilish kelmasa, duolaringizda Gulnora xolamni bir eslab, operatsiyalardan yaxshi chiqib olishliklarini, sog'ayib yurtimizga qaytishliklarini so'rab duo qilib qo'yasizlar. Nechaga kirdingiz? 52 ga to'lib 53 ga avgust 53 ga kiraman. Xola Gulnora opa, mana misol uchun 53 yoshingizgacha yurtimizda, xalqimizga, vatandoshlarimizga xizmat qilgan ekansiz. 33 yil xirurgiya bo'limida ishladim. Ishlayapman hali ham. Endi hozir kasal bo'lib, kasallik varaqasidaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Men shu videoni olayotganimda, to'g'risini aytsam, o'zimda tiyib zo'rg'a turibman, chunki meni ham onam yo'q. Shu onani yig'laganini ko'rsamchi, ichim ezilib ketadi. Hammaga ham havas emasda, hozir mana shu narsani yig'latib video qilish, lekin shunday kunlar kelar ekanki, majbur bo'lar ekanmiz. Men umid qilardim, shu siz ishlagan davlat banisalari ham, hokimlarimizga ham hammasini iltimos qilib qolardim. Shu Gulnora opa uchun Hindiston davlatida qolib, sarg'ayib, holatlari yomonlashmasdan qo'llaridan kelganicha yordam qilishlarini, shu videoyimiz kerakli joylarga yetib borishligini tilab qolaman. Umid qilamanki, tez kunlarda yangilik bo'ladi, xudo xolasa. Umidni so'ndirmaslik kerak, to'g'rimi? Onani begonasi bo'lmaydi, Gulnora opa. Xalqimiz uchun har bitta ona biz uchun ona. Uni seni onang, mana seni onang deyish yo'q. Hammamiz birlashib, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz inshaalloh.